Agarda siz zamonlarni qanday ishlatishni bilmasangiz va suhbatdoshingizni qaysi zamonda gapirib sizga savol berganini, qanday qilib javob berishni bilmasangiz, bu video aynan siz uchun. Sizlarga o'zimni tanishtirsam, men Muazzam Jabbor va 10 yillik stajga ega rus tili ustoziman. Aynan sizlar uchun 3 ta zamonni bitta videoga joylashtirdim va aynan sizga qiyin bo'lgan mavzularni chiroyli va oson, sodda usulda tushuntirib o'tdim. Videoni oxirigacha tomosha qiling va like bosib podpiska bo'lishni unutmang. Давайте sizlar bilan hozir diqqatingizni eng ko'p qaratish kerak bo'lgan hozirgi zamonga qaratamiz. Hozirgi zamon bizda tugallanmagan, hozirda davom etayotgan fe'llarni anglatadi va ruschada настоящее время deb nomlanadi. Xo'p, nima uchun aynan bu qiyin mavzudan boshladim? Chunki juda ham katta e'tibor va diqqatingiz kerak va tushunib bo'lgandan keyin juda ham zo'r shparit qilib ketasiz. Xo'p, demak, настоящее время bizda infinitivdan yasaladi, ya'ni fe'lning boshlang'ich shakli. Infinitiv bizda nima qilmoq, что делать so'roqlarga javob bo'ladi. Agarda siz ingliz tilini o'rgangan yoki o'rganayotgan bo'lsangiz, aynan infinitiv nimaligini yaxshi bilishingiz kerak. Chunki aynan boshlang'ich shakl fe'ldan qolgan barcha zamonlar yasaladi. Xuddi shunday rus tilida ham infinitivlardan qolgan barcha zamonlar yasaladi. Masalan, ingliz tilida to read, to write, to drive kabi fe'llar bo'lsa va qolgani undan yasalsa, xuddi shunday rus tilida ham nima qilmoq, ya'ni что делать so'roqlariga javob bo'ladigan читать, писать, говорить, прыгать kabi fe'llardan, ya'ni boshlang'ich shakl fe'llardan biz qolgan zamonlarni yasaymiz. Demak, bu asosiy poydevor hisoblanadi. Agarda sizga infinitivlarning to'liq ro'yxati va zamonlarga tuslangani kerak bo'lsa, aynan bonus kanalimda men bu jadvalni joylaganman. Bu uchun siz kommentariyga bonus so'zini yozib qoldiring va men sizga silkani beraman. Ana endi sizlar bilan infinitivlarni ikkita turga bo'lishimiz kerak. Bu настоящее время uchun kerak. Ya'ni ать, ять, yetga tugaydigan infinitivlarimiz aynan bizning birinchi sprijeniymizga kiradi va itga tugaydigan, aynan faqatgina itga tugaydigan infinitivlarimiz ikkinchi sprijeniyaga kiradi. Mana endi bitta-bitta sprijeniyalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sprijeniya o'zi nima? Sprijeniya bu har bitta shaxsga mana shu infinitivni hozirgi zamonda tuslab chiqish. Bitta-bitta ko'ramiz. Masalan, читать atga tugadi. Demak, buni biz olamizda oxirgi, demak, t mягкий znakni olib tashlaymiz u ya uchun yuni qo'shamiz. Ya читаю. Ты bo'lsa yesh qo'shamiz. Ты читаешь. Он yoki ana bo'lsa он, ana читает. Мы bo'lsa yem bo'ladi. Мы читаем. Вы bo'lsa yete bo'ladi. Вы читаете. Agarda ani bo'lsa yut bilan tugaydi yokida ut fe'llarga qarab. Читают. Ya'ni agar yadagi fe'limiz yuga tugasa, anidagi fe'limiz ham yutga tugaydi. Agarda yaga fe'limiz uga tugasa, demak anidagi fe'limiz ham utga tugaydi. Birinchi sprijeniyani ko'rib chiqdik. Mana endi ikkinchi sprijeniya ko'rib chiqamiz. Ikkinchi sprijeniyaga itga tugaydigan infinitivlarimiz kiradi. Masalan, говорить itga tugadi. Demak, biz itni olib tashlaymizda govor qoladi. Mana shunga aynan kerakli qo'shimchalarni qo'shib chiqamiz. Bunda faqat bitta harf bilan farq qiladi. Birinchi sprijeniya va ikkinchi sprijeniya bunda bitta harf bilan farq qiladi. Hozir ko'rib chiqamiz. Я говорю, ты говоришь, ish bilan tugayapti. Он, она говорит, it bilan tugayapti. Мы говорим, вы говорите, они говорят. Или же atga ham tugash mumkin. Bunda ham yaga tugaydigan fe'limiz aynan anidagi fe'limizning qaysi harfga tugashini hal qiladi. Yoki yatga yoki atga. Demak, farqini ko'rib chiqdik. Bittasida it bilan, ish bilan, im bilan, ite bilan, bittasida esa yesh, yem, yete, ut, yut bilan tugayapti. Demak, farqi faqat shunda. Lekin unutmaymiz, aynan bu qo'tirilgan funksiya, ya'ni qo'tirilgan formula. Bu qaysi fe'lni qo'yishingizdan qat'iy nazar mana shu fe'llarga tugashi kerak. Sho. Ya'ni bu yerda yeshmi, yetmi, yemmi, yetemi, xuddi shunday boshqa fe'llarni qo'ysangiz ham o'zgaradi. Buni misol tariqasida yana boshqa fe'llarda ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Ekranda ko'rinyapti. Qayerdadir mana shu ekranda qo'yiladi. Xo'p,
Ana endi hozirgi zamonda nima qilayotganimizni ko'rib chiqdik. Mana endi прошедшее время, ya'ni o'tgan zamonni ko'rib chiqamiz. O'tgan zamonda biz o'tgan zamonda bo'lib o'tgan va hozirda уже tugab bo'lgan harakatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni прошедшее время, прошло всё. Ya'ni o'tib ketdi hammasi, o'tib ketgan gaplarni gapiramiz. Kecha nima qilganimizni, bugun ertalab nima qilganimizni aytsak, ya'ni qilib bo'lingan, tugallangan harakatni aytamiz. Masalan, bu juda ham oson tema. Ya'ni ko'rib chiqamiz, bizda fe'llarimiz shaxslarga qarab o'zgaradi. Ya'ni laga, lega, liga tugashi mumkin. Shu xolos, endi bularni ko'rib chiqamiz, ya'ni misollar tariqasida. Istalgan fe'limizni olamiz, ya'ni infinitivdan olamiz. Nima qilmoq so'rog'iga javob bo'ladigan, что делать so'rog'iga javob bo'ladigan fe'llardan birontasini olamiz. Masalan, давайте играть. Играть mягкий znakka tugayapti. Bu infinitiv. Endi buni biz olib tuslashimiz kerak. Я играл, agar erkak kishi bo'lsa, l harfiga tugaydi. Я играл. Agar ayol kishi bo'lsa, laga tugaydi. Ya igrala. Ты ham sen deyotganda biz yo ayolga, yo erkakka murojaat qilishimiz kerak. Agar erkakka murojaat qilayotgan bo'lsak, ты играл. Agar ayolga murojaat qilayotgan bo'lsak, ты играла bo'ladi. Мы играли. Вы играли, они играли. Ya'ni ko'plikda bizda keladigan fe'llarimiz juda ham bir xil primitivni, ya'ni juda ham oddiy tarzda o'zgaradi. Ya'ni liga o'zgaradi. Bu mimi, animi, vimi вообще farqi yo'q. Faqat biz shaxsga qarab o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni jinsga, to есть, извиняюсь, jinsga qarab o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni ayol kishi yoki erkak kishiligini aniqlab bo'lsak bo'ldi va hurmat tariqasida aytishimizda ham вы bilan murojaat qilamiz. Xo'p, bu joy tushunarli bo'lgandir. Mana endi savol berib ko'ramiz. Xo'p, что ты делал вчера? Kim savolga javob bera olsa, kommentariyaga yozib ketadi. Что ты делал вчера? Sen kecha nima qilding? Ya'ni savol erkak kishiga nisbatan berildi. Bu demak biz savolga qarab kim gapirilayotganini ko'rsak bo'ladi. Или же что он делал вчера? Что она делала вчера? Уже bu ayol jinsiga tegishli bo'lgan savol bo'ldi. Что ты делал вчера? Я вчера ел. Men kecha ovqatlangandim. Yokida. Давайте keling, yana misol tariqasida ko'rsak. Что вы делали вчера? Kecha nima qildingiz? Мы вчера читали. Biz kecha o'qigandik yoki вчера мы читали. Ya'ni rus tilida aynan konkret joylashuv yo'q, ya'ni so'zlarni bemalol o'zgartirib gapiraverishingiz mumkin. O'sha uchun qo'rqmasdan gapiring. Xo'p, значит, biz nima qildik? Мы изучили эту тему. Biz bu mavzuni o'rgandik. Изучили. Mana endi navbat будущее время, ya'ni kelasi zamonga. Ya'ni kelasi zamon bizda nima qilmoqchimiz? Mana shuni anglatadi. Ya'ni rejalashtirilayotgan ishlar, orzu qilinayotgan ishlar, xohishlar hammasi mana shunga kiradi. Давайте endi keling, bitta konstruksiyani ko'rib chiqsak, ekranda qayerdadir paydo bo'ladi. Demak, я буду делать bilan bo'ladi. Ya'ni я буду plus bizga infinitiv kerak. Infinitiv boshqa o'zgartirilgan fe'l emas, faqatgina boshlang'ich shakldagi infinitiv. Buni esingizdan chiqarmang. Я буду читать, ты будешь читать, он, она будет читать, мы будем читать, вы будете читать, они будут читать. Diqqat bilan qarang. Birinchi qism va ikkinchi qism formula o'zgarmaydi. Ya'ni bir xil turadi. Faqatgina plusdan keyingi bizda infinitivlarni bemalol harakatingizga va holatingizga qarab o'zgartirishingiz mumkin. Например, что я сейчас делаю? Men turibman. Я стою. Men nima qilmoqchiman? Что я буду делать? Я буду говорить. Demak, men gapirmoqchiman. Ya'ni nima qilmoqchi, nimani rejalashtiryapsiz? Men demak nima qilmoqchiman? Gapirmoqchiman. Я буду
Говорить. Bu videoda men sizga aynan 3 ta zamonning oson usullarini va gapirishga juda ham katta talchoq yordam beradigan, demak, gaplarni o'rgatdim. Qolgani faqat sizning suhbatingizga bog'liq. Ya'ni siz toki bu narsalarni o'rganib suhbat qurmas ekansiz, bu narsalarning hammasi bekor. Ya'ni biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Prosta gapirishimiz kerak. Sizlarga omad tilayman va keyingi videolarda ko'rishguncha